Mazami? Hozir senga savolim bor. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Dada bo'laman. Yo'q, dada bo'lishing aniq. Katta bo'lsang kim bo'lasan deb tushunmadim men. Yaxshi tushundim. Dada bo'laman. Qanaqa dada bo'lasan? Yaxshi, uzoqqa ketib bormaydigan, olamga yaxshi qaraydigan, ro'zg'orni o'zim qiladigan, xotinimni ko'chaga chiqarmaydigan, o'zim aylantirib kelaman. Ko'chaga chiqarmayman, o'zimni o'zim aylantiraman xolos. Har doim ishdan kelishda xotinimga gul bilan anaqa nima edi, yurichali idishda anaqa nima edi, hamma anaqa qilyapti-yu. Qulpini olishgani. Cho'kka bering. O'shanaqa olib kelaman. Sizga qanaqalab pul, yana o'shanaqa. Katta bo'lsang dada bo'lasanmi?